bemor og'ir ahvolda keldi, siz uni faqat bo'ldi asalari chaqtirib yo'q, unaqa qilinmaydi. Uni oldin balini tushirib olish kerak. Ya'ni og'riq darajasini, boshqani organizm o'zini ozgina tiklab olish kerak. Buning uchun endi u mutaxassis ishlash kerak, vrach ishlaydi u bilan. Undan keyin unda ham masalan Nasalarim klinikasida vrachlar bor, ular birga maslahatlashgan holda, ya'ni hamma o'zini yo'nalishi bo'yicha qaraydi. Kardiolog o'zini u ruxsat berish kerak. Bu apiterapiyaga nima deydi? Men dabro beraman, menda nimasi yo'q, protivopokazaniya yo'q. Keyin nevrolog oladi yoki yurak kasali masalan revmatizm bilan keladigan bo'lsa, o'sha demoqchiman, vrachlar u dabro berish kerak, uni shu narsani oladi, ola olmaydi deb. O'shandan keyin u bemor qabul qilinadi. Ba'ziga bemorlarimiz bor, immunoterapiyani xohlab keladi, lekin organizm hali unga tayyor emas. Biz uni отказ qilamizda, yo'q, siz oldin, davay, misol uchun, men nevrologichеский keldi, yurak yaxshi emas. Yo'q, oldin yuragingiz birinchi o'rinda. Shuni davolab olaylik. Ozgina o'tirib turing, mayli, 3-4 kun kechroq boshlaymiz. Sostoyaniyasini yaxshi qilib olgandan keyin apiterapiyaga olamiz. Shunaqa bemorlarimiz ham bo'ladi.